La och xotin! Xotin! Aha! Bachang qani mollar o't bersin. Bu o'g'lingiz voya qilib olib, guppus etib bilmayman bu nima qilib turibdi. Chappa qildi voya. O'zingiz keling man. Jilli bo'ldimi gaya u bacha? Hozir borayman uni. Bu bacha ichkarida vov qilib nima qilyapti ekan? Kuchugi ham uy olib kirganmi yo? O'chir mizgan, o'chir. Sen jilli etmang bolalar qaramay nima qilib o'tiribsan? Sen bachani kallangda ishing yo'qmi? Kecha onang ovqat qilaman desa uyda kosa yo'q. Sen bera kosalar olib kelib, vov qilyapsan. Qilarmi? Olanab achkini men gapirtiranda tushundingmi? Nima qiliq bu? Dada, men DJ bo'lmoqchiman. DJ? Ha. Nima degani u DJ? Ana restoranlarda, klublarda muzika qo'yib davran qizdiraman men. Fukku viji. Yig'ishtiroz o'ydiraman ro. Qiliqmi shu? O't mollarga qarab acham. Ye, molga qara. Mollarga qanday qararlar. Mana bunday qararlar. Ketdim. Jilli bo'ldi bu bacha. Dadasi. Ha? Qashqara, kuzi qora sanamginam. Qashqara, kuzi qora sanamginam. Sanamginam. Jilli xotin. Jilli bo'ldingmi? Nima qilyapsan bitta gap takrorlab? Ana shu qo'shiq topolmayman dadasi. Ana o'g'ling bor. Viji fuku qiladi. Ana shundan so'ra top berash shu muzikani. Ana shu mana. Ha shu qayerdan topding bacham? Buni Telegramda Telenavo degan bot bor. Shundan topdim. Bunda tekstini bilmasangiz, голосовой qilib tashlaysiz bo'ladi. Tekstni bilsangiz yozib tashlaysiz ham top beradi. Hech qanaqa kanallarga obuna bo'ling demaydi. Undan tashqari Instagram, YouTube, TikTok platformasidan videolar kachesini yuklab olsangiz ham bo'ladi. Eng zo'r bot ana shu hozir. Ha, unda qaytib qo'ygan bacham. Qo'yaymi? Mana. Qosh qora